Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga ma'lumot. Akalar, plyonka olmoqchi bo'lsanglar, qanday qilib o'zingiz yon atrofdagi do'konlardan arzon narxlarda olishingizni sizlarga bir o'rgatib o'taman. Mana oddiy oq plyonka mahsuloti bo'ladi. Buni har xil qalin hamda har xil eni katta, eni model razmerlari bo'ladi. Buni arzon olish varianti kiloga gaplashasizlar. Ya'ni 1 kilosi necha puldan desizlar, buni o'rtacha bozorlarda 1 kilosi 25 ming so'm. Agar mana bunaqa rangli olmoqchimiz desanglar, bu rangli, ko'k, sariq, qora, ya'ni boshqacha ranglarni 1 kilosini 20 ming so'mdan, oqni 25 ming so'mdan olishinglar mumkin. Yana o'zingizlar do'konlardan sodalashinglar ham mumkin. Balki arzonroq ham berar, balki qimmatroq berar. Endi men o'rtacha narxda aytyapman. Xo'p, mana hozir mijozimizga ham 70 metr plyonka mahsulotdan qilib berdik. Albatta kiloga qo'yib berdik. Shundan bu kilo mijozimizga ancha arzon tushadi. Agar video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Shunaqa faktlarni xudo xolasa like bosib tursanglar, chiqarib turamiz. Ya'ni xo'jalik mahsulotlarini olishda. Sog' bo'linglar.